Sana o'xshash mard yigitga qara. Uni ustiga makasabbatning qizlarni keltirgan ajoyib payz hunarlari bor degan. Shu. Va bizning Nargiza bilan Shaydadek bir otadan bo'lgan oji-singillarni tuqqanlik darajasini o'stirib bir joziga jam qilganligimizni qizg'in tabriklayman. Ma payjo numeri bilan madam tunam lan. Turmaydi ekanman buni. Sana nega ketayotganda bu go'ylar uni? Yana bir bazoq bir berib boqay. Undaq bo'lsa birasi zavoddan birini qurib qizil olma markada ularni bazog'i silib o'tamdi. Yo'q. Undaq ish yo'q aka. Vakolatchilarga mol bergan tizimlikni men ko'rib taqsam bo'lamdi. Bo'ldi. Men hozir o'rlashtiray. Ha? Rifat namiyada. Nima ishda? Avval mashina haydang, andan keyin bag'andan keyin bilsiz. Mishat digil olmaydigan. Qandoq gapdi u? Avval mashina haydang, bag'andan keyin bilsiz dedim-ku. Siz meni yana aldab brek aparmoqchimi? Rifat, men sizga zaten nima desam, menga ishonsiz. Acaba sizni yaxshi ko'rganim mening xatoligimmi? İşiniz qilingan bo'l. Rifat, men sizni men bilan yuring deb turganmidim-ku. Nimanda gaplaringiz taqtuqa sizni? Ha? Zat nim demoqchisiz? Avval meni ilib men degaga boraylik. Bag'andan keyin bilib qolasiz. Sizga cho'ma. Yana bir qaytim ishlayya. Nargiza! İşten baldırlı tushibsiz qo'y. Uyim oldim. Qarsam kayfiyatingiz hozir yaxshi emas. Bir ish oldimi? Xizmatda iste'fo berdim. Ha? Iste'fo berdim. Bo'pti. O'zingizning men o'ylig'ini berdi. Men hozir shirkatning jiddiy ishini bajargilmangan. Jo'ram bilib boraylik. Bo'ldi, siz beravering, men uy qaytay. Nargiza, mushta vaqtda men yeningiz bo'lishim kerak. Jo'ram. Qiz yeni mashinangiz nima ish qildi? Nargiza, men hozir Aliyaning yo'l boshlashi bilan va shirkatning jiddiy ishini bajargilmandi. Qolgan ishni men sizga yo'lda mang'ash deb beray. Bo'ling. Nurgunjon, men ularni vaqtida turishitaylar. Ularni kasam, men tuniga butun shaharni aylanib 5 ming tonna undan zakisini keldim ukam. Men ularni kechi-kechalab joyiga olib etmasak bo'lmaydi. Navodi birasa, uninglarni na'dan tushishlar, adresinglar na desa, biz sizga o'zimiz yetkazib beramiz, xotirjam bo'ling deb ishib turtinglar. Tushuninglarmi? Hargiz men Kufaning adresini demanglar, tushuninglarmi? Kufaning adresini maxfiy tutmasak bo'lmaydi. Ha, shon boshqalar uqtas bo'lmaydi. Mamashini un tugsa, yana bir mashina un bor. Shuni to'shib olsak bo'ladi bolalar. Jalliq ishlaytinglar, ha, charchidinglar. Men u Imronning do'koni sol taraf birinchi do'kon shu. Sizlar kirib chiqamsizlar? Siz Men bir şey tutturayman, sen siz. Jo'ram.
Asli ishlarni sen qalaymiqan qilib o'tibkansan-da. Qadıraqatxon, Yomon emas. bizning ularni dövlətkinana qaraganda bazaran xeyli yaxshi ekan, Bop qoladi chiqib. Sizlarning soyanglarda xili yaxshi yashayapmiz bor. Men sendan so'ray. Sen na'ning vakolatchiligini ilib, men yakan tavasi un situasiya. Aqsuning vakolatchiligini oldimga. Aqsuninkini olgandan keyin Aqsudi sotsa, men yakan emas. Qara. Men sana pulni berdim-mi? Qaga unni qanday setishni o'zim bilaman. Sen aralashmasang bo'ldi. Men 5-6 falt unni bir qitim yo'lga solaysam, kiraning chiqimi ashida degina. Şuna men ambaq laq malni duvlab qo'ygan ekan, biroq yo'lga solaman. Tushunding? Unda bo'lsa yaxshi. Bugundan boshlab men uni yakan tavasi sotganini anglab qolsam, yoki ko'rib qolsam, bekas sot ko'risha qolamiz. Sotda ko'rishib yurmay qara. Oldi tamuq o'xshaydigan bir oshxona bor. Ashada ko'rishmamdiq bilan. Seni-chi men o'zim mehmon qilganda qilib turaman. Yana bo'ladi. Undan so'ng dasturxonni sepib, adresini aytib ber. Ha? Men qiz do'stim bilan berishim mumkin. Çay içmeyli qaytdinglar? Bizning do'konda çay qo'y yo'q. Mayli va. Tugaydimi? Ha, tugab qopdi-ku. Birdan damayman ha, yana bir mashina o'tdi. Çatak oldu Rifat. Nima bo'ldi? Hozir menga bir telefon keldi. İmranning odamlari dadingiz doim sodilishadigan bug'doy savdogarlarining bug'doylarining hammani o'zining ambarda to'shib yetibdi. Nima? Bu nima shu ketdimda? Jo'ranglar, oldi bilan sizlarni olib qo'y. Ben işin çığın takap, keçilik çarlaş küçeytinler. Her 2 saat bir ben ambardan etrafını çarlanlar. Onundan başka meselek şirketin işgadem koşap bırak. Navadı materyaldan çatak çıkıp kalsa, ben sürüşü sıkılma. Sen ama? Maqol başlıkta çatak çıkmaydı. Vay, ilan teşviqat bölümü ama. Ha, sen hazır, derhal her qaysi taratqular bilan aloqalash. Bizning zavodga ciddi 10 ming tonna bug'doy lazım. Bahası odatdagidan azroq qimmat olsun mayli. Lekin bug'doy cho'qim birinchi darajadagi sifatli bug'doy bo'lishi kerak. Tushundingmi? Ma'qul, gapim tugdi xo'sh.
hal olay dedi. Başka işte ensirmanglar. Ben bu işlerin hammasini tezda hal qilaman. Direktör efendim. Nima g'amlarni qilib turib ketding bu yerda? Vay dada, Ha. işlarca oyluğunumuzdek bo'lmayapti. Nima ishlar? Nima ish bo'ldi deb bug'doyning masala so'nmamda. Sening a savdogar do'stlaring hozir 2-4 tal pul setilib, Ha. biz bug'doy berishni to'xtatibdi. Bo'pti bolam, bo'pti. Ko'rlarda menda bir tamsil bor. Ödek ushiysan g'azdan paydo bo'l degan. Bo'pti. Jira. Men seni bir yerga olib boray. Dada. Nega bormiz deyman? Bolam, bag'anni bilsa. Chiqa mashina edigina. Dadam oddiy bir inson, ko'p jafo tortgan. Mehnatlar bilan bizni eplab boqqan. Dadam oddiy bir inson. Bolam, kedingmi? Mush boshdan, o'sh bosh, mushani cho'gilab, mush atrofidagi hamma bug'doyni bizning qizil olma shirkati ko'tarib oldik. Biz mush dehqon chorvachilarni orliq qolsak bo'lmaydi, bolam. Bizga mush bug'doyli bo'lmasa bo'g'o, biz hech qanday ish qila olmaymiz, bolam. O deganingga to'g'ri dada. Lekin bu pishmagan bug'doy bilan ish oqmaydi-da. Bolam, hozir sening qo'lingdagi bug'doy qanchalik vaqt yetadi? Meniki 1,5 oy atrofida etamki. 1,5 oy? Xotirjam bo'l. Bu ulgurdi. 1,5 oygacha bo'g'o, bu bug'doylarning hammasi sening omburingga berib bo'ldi, bolam. Rasma? Ha? Xotirjam bo'l. Yanilcha dada, sen atrofni qo'ylar ekansiz. Va ba'zilarni vaqo, mush bunimni uchunlam ko'rib oldi ekanman. Bolam, buningdan keyin mushunda qiyinchilik duch kelganda bo'g'o, oldin Allah hamma ishlarni o'ylashib qo'y. Bo'lmasa keyin gangrab qolsa. Anladingmi? Ma'qul dada. Yura. Seni yana bir yerga olib Voy, yana nag bormas. Bag'anni bilsa bolam. Sanga nurg'un ishlar bor o'tadigan. Ha. Hayotlik mazlida mag'rur ham chaqqan. Qaddik mazmun turib tavandin aşqan. Acil hasrat kulkiga bulup bir tuqqan. Reyimka qanday ahvolingiz yaxshimi? Ha, o'zing yaxshi turdingmi? Yaxshi, yaxshi. Mana mening o'g'lim Rafat bo'ladi. Voy, Rifat, chiqman. Voy, kichkinam tozajib yo'qon bo'lib qizg'o. Cho'mib ketdi bu. Buni mush kon tugmanlarni bir ko'rsay deb akagandim. Qani, bizning tugman boshlig'ini.
Balam, seni bir yer başlap keliştiki asası maqsadim. Muşu bizden atı boğularımızdan burun vaklarda tatkan tülmen tüllerini kırpak sordu. Benim dadamı yaş vaxtıda müşettin tatmışet işleydi. Şununla bu kesir. Benim dadamdan manga kalan atı mıras kesir. Şununla ben hazır mı muş kesip bile çoğunu unutumam. Hazırgıça muş tülmenini katak yürtületmedi. Maqsuz bir adamga qartib qo'yma. Bu yerga yerliklarni ancha-muncha kelib o'sha untat deydi. Mushun san ko'rsatsam, sanga bir ozdir ko'pdir foydasi bo'larmiki dedim bola. Hozirgi mushu ilg'or uskunlar bilan un chiqarayotgan shuyalarni ko'rib, ma ikkisini bir selishtirib, da o'ylansin dedim bola. Ha? Dada, bugun men mush suv tugmani ko'rsatib bak yaxshi qildim. Men bundan keyin sen bosgan yo'lni yaxshi besib, şirket texim rivojlantirma. Bundan sen xotirjam bo'l. Bo'ladi bola. Men senden xotirjam. Qağa ishlarga o'zing tirishib yaxshi qilsam bo'ladi. Nima bola? Qachon kelgandingiz? Bay kelgan. Kelgan odam telefon urasiz umanda. Shu sizni ishingizdan qo'ymaydi. Arxib ko'tiribsiz-ku. Arxivimni sizlarning shirkatingizga akasam men ishga olamda, amamda bilib boqay deb keldi. Rasmi? Dada. Yaxshimisiz tag'a? Voy. Yana tag'a deysiz-ku. Bundan keyin endi dada dam, ha? Bo'pti. Sizlar paranglarni qilaveringlar. Ishxonada mening ozroq yig'ishtirgan narsalarim bor, shuni yig'ishtirib olay. Sizlarni ko'rib, shunda xotirjam bo'ldim, ha? Bungiz rost qo'shildimi? Rost qo'shildi. Endi yaxshi oldu. Xo'sh. Nima ish bilan keldik? Pek çoğma iş yok. Memaslarının undan bir üç ambar besi var mı? Hazır bu unna yelkeninin tavası satma dedim. Başka yerga chiqib sataysan mı yelkenlik vakaletçi unni ambardan ajratmaysan, ambardan shikastlanmish hadi setib bozorimni qalaymiqan qiladi degansa deb ushshaq yaqib beshimni ag'ritib dedigina. Shu hamda bu 13 ambar turdi. Buni qanday bir taraf qilmas? Mushning sen yaxshi bir amaldan birini o'ylashamsa, bo'lmay qilib qolsa, men boshqacha amal o'ylashib setib qolsam, aslan ama unninki qizlalma degan markalarni inovatga ta'sir etib qolmasin dedim. Bo'lmasa bu 3 ambar un degan mashinaga biz boshqa shaharlarga chiqib cho'ng-cho'ng shaharlarda bozor ichib setib olsam birdan tugaydi. Lekin uning ustidan hozir vakolatchan qaqshab beshimni ag'ritib keynim kirib oldi dedigina. Shu qanday qilamiz bu ishni hal qilib keldim. Demak bizga xil ko'ngil bo'lgansan, ha? Nimalar qilamiz soatda imkonlashdik emasmi? Bo'ldi. Unda qo'ysa mana qilaylik qara. To'xtamni bekor qilaylik. Ananiki sening ullaringni asli bahasi bo'yicha bizga o'tkazsa. Shunday qilsak bo'la? Bo'ladi. Onu sizlarning o'tkazib bersam bo'ladi. Unda olganda men aytib tushishgacha kufani saqlay. Sen to'xtamni elab, o'zing boramsa yo odam avatamsa, mashina o'rnashtir, ularni akasin, shu yer to'xtamni bir taraf qilib, munosabatimizni oyoqlashtiraylik qanday? Bo'ladi. Chataq yo'q. Nasa meni boshqa ishim qolmagandek, men qaytay. Qara. Uni bilan men bilan sening aramizdagi savdo munosabatimiz tugdi. Lekin ikkimizning boshqa ishlarning tugkuni yo'q. Shuni salomatligini asra. Bundan keyin kishilarga mag'duron etmay qolmasin. Buningda sen xotirjam bo'l. Meni izlamoqchi bo'lsang, men seni har vaqt mishat saqlayman. Bo'ladi, saqla.
Dadam oddiy bir inson, ko'p jafo tortgan. Mehnatlar bilan bizni pan. Dadam oddiy bir inson, ko'p jafo tortgan. Mehnatlar bilan bizni paplab boqqan. Odimilik xislati bizga kuch qatgan. Azizati qalbimizga muhrni bosgan.